Lut alayhissalom İbrahim alayhissalom bilan bir zamanda yashagan bo'lib qolmay, Lut alayhissalom İbrahim alayhissalomning bir tuqqunning o'g'li, ya'ni İbrahim alayhissalomning jiyan o'g'li. Alloh taolo İbrahim alayhissalomni o'tning ichida o'zining mo'jizasi bilan saq-salomat qutuldirgandan keyin İbrahim alayhissalomning so'ziga ishinib, Allohga iymon etgan kishilar ichida Lut alayhissalommi bor edi. İbrahim alayhissalom Bobildan ayrilib Falastinga safar qilganda, İbrahim alayhissalom bilan birga Lut alayhissalomni safar qilgan. Keyin İbrahim alayhissalom Falastinga qaytib urilishgan vaqtida Lut Allohning buyrug'i bilan Falastinga qo'shni shahar Sadum shahriga urilishgan. Shundaqla Sadumliklarni Allohga ibodat qilishga va yomonliklardan to'sib, yaxshi qilib buyuradigan payg'ambarlik vazifasi bilan sharaflantirilgan. Lut alayhissalom tushgan Sadum shahri bilan İbrahim alayhissalom urilishgan Falastin o'rtasida O'lik dengiz bo'lib, orlig'i taxminan 17 kilometr keladi. Ya'ni O'lik dengizning bir tarafi Falastinga tava, yana bir tarafi Iordaniyaga tava. Sadum shahri bo'lsa, O'lik dengizining Iordaniyaga tava qirg'oqlariga to'g'ri keladi. Sadum xalqi Allohni tunimayli qolmasdan axloqiy jihatda buzilib, hayvondan better bo'lib ketgan edi. Ya'ni ularda o'g'ir bulangchilik, qaroqchilikqa o'xshash ijtimoiy jinoyatlardan boshqa erlar bilan jinsiy talabini qondiradigan, hayvonma qilmaydigan, inson emas butun jonliqlar tabiatiga zid bu qabih ish oshkor avj olgan edi. Lut alayhissalom ularga Allohni tunutib, Allohdan qo'rqishini, shundaqla o'zining Alloh taolo tarafidan avatilgan elchi ekanligi, shunga ularning o'ziga ergish lozimligini aytdi. Afsus bu sadumliqlar Lut alayhissalomning so'ziga quloq solmaydi. Lut alayhissalom ikkinchi qadamda ularning aqli xitob qilib, "Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun, fa innakum lata'tunar rijala shahvatan min dunin nisa." Sizlar bilib turib, ya'ni bu ishning inson tabiatiga emas, butun jonliqlar tabiatiga zid qabih ish ekanligini bilib turib, bu ishni qilamsizlar. Sizlar bu jinsiy talabinglarni qandoqmi ayollarni qo'yib erlar orqali qondirsizlar, bal antum qawmun tajhalun. Balki sizlar aqlsiz kishilar ekansizlar. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, bal antum qawmun aadun. Sizlarning Rabbinglar sizlar uchun yaratgan juftinglarni, ya'ni ayollarni qo'yib erlar orqali jinsiy talabinglarni qondiramsizlar, balki sizlar haddinglardan oshgan kishilar ekansizlar deydi. Qalbi qardab tabiati inson tabiatidan chiqib ketgan bu Sadum xalqiga Lut alayhissalomning qilgan gaplari qilch ta'sir qilmaydi. Aksicha ular Lut alayhissalomga tahdid silib masxara qiladi. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Ularni shahringlardan qo'g'lab chiqarib o'tinglar. Ya'ni Lut va uning ahlini bu shahardan qo'g'lab chiqarib o'tinglar. Innahum unasu yatatahharun. Ular pok kishilar ekan. Ya'ni ular o'zlarini biz erlarga yaqin kelmaymiz, ayollar bilan kupoylaymiz deydigan pokiz kishilar ekan deb masxara qiladi. Demak, mushundaq jinoyatchilar ichida, xato gunohdan o'zini topmaydigan kishilar ichida pokiz o'zini gunohdan saqlaydigan kishilar doim masxaraga uchraydi. Lut alayhissalom ularning tahdid va masxaralarga parvo qilmasdan inni li'amalikum minal qalin, men sizlarning bu qiliqinglardan qattiq yerginaman deganicha maydonni uchiq qilib, zirkmay, tirikmay o'zining da'vatini, ya'ni ularga Allohni tunishtirish va ularning yomonligini, gunohini inkor qilishdan iborat bu davosini to'xtamay bir qancha yil davom qiladi. Lekin Lut alayhissalomga uning bolalaridan boshqa hech kim ishonmaydi va iymon etmaydi. Hatto uning ayoli ham iymon etmaydi. Lut alayhissalom ularni oxirida Allohning azobi bilan ogohlantirib, agar bu ishidan to'xtamasa, Alloh ularni qattiq azob bilan halok qilganligini aytdi. Lekin ozg'unlik patqiga petib ketgan bu Sadum xalqi Lut alayhissalomga jang e'lon qilib, "Ittina bi'azabillahi in kunta minas sodiqin." Agar sen rostchil bo'lsang, degan gaplaring rost bo'lsa, qani keltirib baqar Robbingning azobini deb Lut alayhissalomga jang e'lon qildi. Lut alayhissalom bu haddidan oshgan ozg'un kishilarga qarshi yordam berishini tilab Allohga sig'inib duo qildi. Alloh taolo Lut alayhissalomning duosini ijobat qilib, 3 farishtani Sadum xalqini halok qilish uchun nihoyat go'zal bir yosh yigit shaklida avatdi. Bu 3 farishtaning birisi Jibril alayhissalom, yana boshqa 2 farishta bor edi. Bu 3 farishta Lut alayhissalomning qashig'i berishni ilgari İbrahim alayhissalomning qashig'iga keladi. İbrahim alayhissalom ularni qarshi olib, semiz bir mo'zay bilan kutib oladi. Ular İbrahim alayhissalomga o'zlarining farishta ekanligini, shunga tomoq yemaydiganligini, ularning Sadum xalqini halok qilish uchun manganligini aytdi. Shundaqla İbrahim alayhissalomga tug'mas ayoli Saradan Ishoq ismli bir farzand bilan xush xabar bergandan keyin Lut alayhissalomning qashig'iga yurib ketadi. Alloh taolo Sadum xalqini oxir qatim imtihon qilish uchun bo'lsa kerak, bu 3 farishtani nihoyat go'zal bir yigit shaklda avatgan edi. Ular Lut alayhissalomning uyining qashig'iga kelib, Lut alayhissalom bilan ko'rishib, o'zlarini uyida mehmon qilishni talab qiladi. Lut alayhissalom bu 3 yigitni ko'rib, darhol qabul qilib, ularni uyga boshlab keladi. Shundaqla ularni bu yerda kishilarning qabih xulqidan xabardor qiladi. Ularning bu shahar kelganligini hech kim bilmaydi. Ularni ko'rgan Lut alayhissalomning ayoli bu xabarni kishilarga yetkazib qo'ydi. Bu xabar shahar ichiga birdamdilla purib ketadi. Kishilar Lut alayhissalomning uyining atrofiga o'lishib, u 3 yigitni chiqarib berishni talab qiladi. Lut alayhissalom bu iflos
kishilarning bularga chiqilib qo'yishidan qattiq ansiraydi va ularning qashig'iga chiqarib ya qavmi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqulloha va la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulur rashid. Ey qavmim, mana bu qizlarim, ya'ni bu qavmimning qizlari hunna atharu lakum, buni nikolab olsanglar, bular sizlar uchun pok. Allohdan qo'rqinglar, mehminim ustida meni rasvo qilmanglar. Alaysa minkum rajulur rashid, sizlarning ishinglarda aqlli, oqqarni paqtadigan, kallasi joyida bir odam yo'qmi? Bu iflos kishilar Lut alayhissalomga javob qaytarib, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq va innaka la ta'lamu ma nurid. Bizning qizlaring bilan, ya'ni bu shaharning qizlari bilan hech qanday ishimiz yo'q. Bizning nimani maqsad qilganligimizni sen obdan bilsa, deb bu yomon ifloslarcha g'arazdan yanmaydi. Lut alayhissalom o'zining qattiq ojizligini his qilgan holda, law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuchim bo'lgan bo'lsa, qeynimda odamim, jamiyatim bo'lgan bo'lsa, sizlarga qarshi urush qilatdim, sizlarga qarshi turatdim deb nayt qayg'uliq ichida turayotgan bu paytda 3 mehmonning nayt temkin salmoqlik bilan hech huduqmasdan o'ltirganligini ko'rib hayron qoldi. Shundoq turgan paytda ularning ichidan Jibril alayhissalom Lut alayhissalomga ya Lutu inna rusul robbik la yasilu ilayk. Ey Lut, biz sening Robbing tarafidan kelgan elchilar, farishtalar, ular sana hech ziyon yetkazolmaydi dedi. Shundoq turgan paytda bu iflos kishilar uyning eshigini chaqib uyga busab kirdi. Jibril alayhissalom qo'li bilan shundoq tiz bir ishorat qildi-ki, uyga kirgan kishilarning hammasi qarg'u bo'lib qoldi. Ular xuddi o'zlarini uyga kirdik degan gumon bilan uydan chiqib ketdi. Shu vaqtda Jibril alayhissalom Lut alayhissalomga sen ballalaringni elib kechining oxirida bu shahardan chiqib ketgan. Qattiq bir ovozni anglaysizlar. Bu vaqtda hech kim keyniga qarmasin. Lut alayhissalom Jibril alayhissalomdan Allohning azobining qachon tushadiganligini so'raydi. Jibril alayhissalom inna maw'idahumus subh. Ularning vaqti, ya'ni ularning halok bo'lgan vaqti tong yurganda bo'ladi dedi. Atsi tong yurishi bilan Sadum shahri dumkum turdi. Orqadan osmondan sapal toshlar yig'ishga boshladi. Xuddi yer tarbidan o'xshash qattiq ovozlar angladi. Bu vaqtda Lut alayhissalom va bolalari shahardan ayrılayotgan bo'lib, qattiq ovozni anglagan Lut alayhissalomning ayoli keyniga qarab, "Voy xalqim" deydi. Shu vaqtning o'zida osmondan yomg'ir kabi yig'ayotgan bir tal tosh Lut alayhissalomning ayoliga tegib, uni mu xalqiga qo'shib qo'ydi. Alloh taolo bu ko'rinishni Surah Hudning 82 va 83 oyatida bayon qilib mundaq deydi. "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Bizning buyrug'imiz kelgan vaqtida, ya'ni bizning ularni halok qilish buyrug'imiz kelgan vaqtida Sadum shahrini ostun ustun qilib etdi. Ya'ni ularni dum ko'mtirdi va ularga sapal toshlarni yog'dirdi. U toshlar Robbingiz tarafidan belgi qo'yilgan. Ya'ni qaysi toshning kimga tegadiganligi Robbinglar tarafidan belgilangan edi deydi. Ba'zi kitoblarda Sadum shahrining halok qilish ahvoli mundaq bayon qilinadi. Jibril alayhissalom bir qanoti bilan Sadum shahrini ko'tarib osmonga chiqdi. Hatto osmondagi farishtalar bu shaharning xo'rozlarining chillagan ovozini, itlarning havshigan ovozini anglaydi. Shundoq egizib ko'tarib bo'lgandan keyin bu shaharni dum qilib yerga tashlaydi. Keyindilla sapal toshlar yog'adi deb sifatlaydi. Alloh taolo Surah Zariyatning 35-oyatidan 37-oyatigacha bo'lgan oraliqda bu voqelikni bayon qilib mundaq deydi. Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-azab al-alim. Biz halok bo'lmaslik uchun u shahardagi mu'minlarni sirtqa chiqarib etdik. Biz u shaharda bir uydan boshqa bir musulmon oilasini topmadik. Ya'ni Lut alayhissalomning uyidan boshqa bir musulmon oilani topmadik. Biz Allohning qattiq azobidan qo'rqadiganlar uchun alomatni, belgini qoldirib qo'ydik deydi. Darvaqa bu shaharning iznolari Ulug' dengizining Iordaniya tarafidagi dengiz qirg'oqlarida hali ham mavjud. Alloh taolo bu iznalarni bu pastkash ishni qo'llovchilar, chaqiruvchilar va uni o'zining erkinligi deb uni inkor qilmovchilarga ibrat bo'lish uchun qoldirib qo'ygan va buni Qur'onda alohida tilga olgan. Ilgirki olimlar agar bu ish Qur'onda bayon qilinmagan bo'lsa, insondan bundoq ishning yuz berishini biz qabul qilolmaydik, ishonmaydik degan. Ammo ilm-fan gullangan, kishilarning ong seviyasi yuqori ko'tarilgan bugungi kunda bu xil ifloslikning ofat xarakterlik yomirishi, shundoqla e'lon tashviqot kino filmlarda o'rin elishi va qisman kishilar tomonidan shaxsiy erkinligi deb ularni qo'llashi odamni haqiqatan seskantirdi. Shundoqla Allohning kelayotgan bir azobidan signal beradi. Alloh taolo Lut alayhissalomni dum ko'mtirib, tosh yog'dirib halok qilgan bo'lsa, bugungi kunimizda AIDS va shuningga o'xshagan saqaymas kasalliklar orqali halok qilishi mumkin. Yuqorqi Lut alayhissalom
alayhissalomning qissasidan oldigan ibrat va darslarimiz birinchidan bachchivozlikning Allohning azobiga duchor qiladigan, Allohning azobini tortib akiladigan eng qabih ish ekanligi. Shundaqla bu azobga bu ishni qilganlar emas, uni inkor qilmaganlarmi o'xshashli duchor bo'lganligini ko'rib olamiz. Ikkinchisi, Alloh gunoh ishlaganlarga muhlat beradiganligi. Ammo Allohning azobi kelgan vaqtida uningdan hech kimning saq qolmaydiganligini ko'rib olamiz. Uchinchisi, gunohkorlar ichida pokiz kishilarning doim masxiraga va tahdidga uchraydiganligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, imonsiz holatdagi er-ayollik munosabatning Allohning azobini to'sib qila olmaydiganligi. Masalan, Lut alayhisolamning ayoli Allohning azobida halok bo'ldi. Chunki u Allohga iymon etmadi va qavmining xatoligini inkor qilmadi, ularga yordam berdi. Shunga uning payg'ambarning ayoli bo'lganligimi uni Allohning azobidan saqlab qololmadi. Beshinchisi, yomonlikdan to'sib yaxshilikqa buyuradigan bir da'vatchi sabrchan bo'lishi, kishilarni yomonlikdan to'sishda ularning aqliga xitob qilishi va Allohga duo qilishi, keyniga chekinmasligi, mustahkam turishining muhim ekanligini ko'rib olamiz.